Barchangizga sizlar bilan yana tartgan bir bugun video uchishni o'rganamiz. Ko'p let's demasdim, qani ketdik degani do'stlar. Let's go degani elektrada uchish degani elektro. Do'stlar, lekin o'rgatayman qaranglar. Mana shu narsa borku, shuni bo'lsangizlar birinchisini olasizlar. Ko'ra qo'ying, kerak qolsa mumkin. Bitta qilich olib qo'yamiz. Do'stlar, nima bo'ldi? Shuni o'rgataman. Mana bunday suruyor. Yana qo'shaylik. Mana pil do'stlar, qaranglar. Ana shunda mana shundan yasaladi do'stlar. Bittasiga 3 ta qog'oz bilan qo'yib ketadi. Mana qarasizlar, mana bunday narsa bo'lmish. Ekranni qattiq o'pasizlar, shunda ana bo'ladi. Hech bilmasdim, kechirdim. Bunday qo'yiladi, shunda jo'nilib ketadi. Sakrash tugmani 2 marta bosasizlar, shunaqa bo'lgandan keyin bitta ekran qattiq bo'laverasiz. Maza qilchasizlar. Bunda dragon tuxumlari. Bu yerda bitta qaranglar. Endi what? Nima qilib ketkazadi? Keyin dragon. Shuni yo'q tashlayman. Sakrash tugmachasini 2 marta bosinglar. Endi gapcha. Yo'q. Ozgina qoluvchi-da. Yo'q. Bo'lmadi. What? Bırakın su tübe geçecek. Yarım. Böyle. Video yoqqanmasa like bosinglar, obuna bo'linglar. Obuna bo'lishni ko'chasin. Bosib qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Let's go! Ketdik. YouTube'ga yangi video qo'yildi. Like bosinglar, obuna bo'ling.